Bugun sizlar bilan Leapmotor C16 full elektr variantini birgalikda texnik taraflarini obzor qilamiz. Aytganimdek, C16 to'liq elektr varianti. Agar bu gibrid varianti bo'lganda, kapot ichida motor bo'lardi va motorga 3,5 dan 4 litrgacha moy ketardi. Ikkita narsaga mo'ljallangan antifriz bo'ladi. Birinchisi o'sha har doimgidek konditsioner pechkalarning yo'nalishiga, ikkinchisi o'sha batareyani axlajdeniyasiga mo'ljallangan antifrizlar bo'ladi. Tormoznoy jidkis uni ham ora-chorada almashtirib turish kerak. Qachonki vaqt kelganda har doim ham almashtirilmaydi. Gidravlikaga keladigan bo'lsak, bularda to'liq elektr bo'ladi. Mashinaning o'ziga o'xshagan bularda jidkisi bo'lmaydi. Kalotkasi haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zi odatda Leapmotorlarning kalotkasi tez-tez unaqa buzilib qolavermaydi. 100 minggacha bemalol turishadi. Agar almashtirish kerak bo'lsa, qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, 100 ming probeggacha almashtiriladi. Mabodo sizlarda ham Leapmotor bo'lsa, uni kalotkasida qanaqadir muammo bo'lsa, Carlandga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Biza muammosiz o'sha kalotkalarni topib, almashtirib chiroyli qilib beramiz. Mashinaning baloniga keladigan bo'lsa, odatda bularda 21-razmerdagi balonlar bo'ladi. Carlandda bemalol shu razmerdagi, ya'ni Leapmotorga tushadigan balonlarni bemalol topishingiz mumkin bo'ladi. Mashinani pastki qismidamiz. Buni reduktori qanaqa bo'ladi? Qayerdan moy to'kiladi-yu, qayerdan moy quyiladi va necha litr ketadi? Xullas, bularda orqa privat hisoblanadi, ya'ni orqa mostda joylashgan bo'ladi reduktori. 2 litrdan 2,5 litrgacha moy ketadi. Electric vehicles, ya'ni full elektromobillar uchun ishlab chiqarilgan moylar quyilishi tavsiya qilinadi va bu Carland moy quyish markazida bemalol topsanglar bo'ladi. Carland moy quyish markazi aynan Leapmotorlarni reduktor moyini har 10 mingdan 15 minggacha almashtirishni tavsiya qiladi. Har qancha tezroq almashtirsangiz, shuncha reduktor yaxshi ishlaydi va umri shuncha uzun bo'ladi. Mashinani salon filtriga yuzlanamiz. Elektromobil bo'lgani uchun bularda faqat salon filtr bo'ladi. Agar gibrid bo'lganda havo filtri, ya'ni motordagi havo filtrini ham almashtirish kerak bo'lardi. Salon filtri o'zi nimaga kerak deydigan bo'lsangiz, ko'chadagi kirayotgan havo filtrini tozalab, ya'ni filtr qilib ichkariga toza havoni yetkazib beradi. Buni har moy, ya'ni reduktor moyini almashtirganda almashtirishni tavsiya qilamiz. Ya'ni mijozimizning salon filtrlari oddiysi, bularga biza ko'mir variantidagi, ya'ni o'zida osvejiteli bor salon filtr qo'yib beryapmiz. Xudo xolisa o'zidan shirin hid yetkazib turadi. Carlandda shu aytilgan xizmatlarning hammasi mavjud.